Bugundan boshlab kompaniya direktori Kamron sen bo'lasan. Sulton sen o'z o'rningda qolasan. Unga yelkadosh bo'lib, hamma narsada, hamma ishlarda yordamchi bo'lasan. Lekin, oyi, Gapimni bo'lma. xo'p oyi. Suhrob, yonimga kirgin. Lolaxon, Labbay? Samira o'qishdan qaytmadimi hali? Yo'q, kelgani yo'q. Bugun men bilan birga kosmetologga bormoqchi edi. Qayerda yurgan ekan bu qiz? Abonent apparati o'chirilgan yoki xizmat doirasidan tashqarida bo'lishi mumkin. Apparat abonenti Abonent apparati o'chirilgan yoki xizmat doirasidan tashqarida bo'lishi mumkin. Qayerda yuribdi bu qiz? Lola, Samira kelsa, menga qo'ng'iroq qilar yoki ketganimni aytarsan. Ortimdan borsa ham bo'ladi. Xo'p, xo'p. Ha, Kamron, tinchlikmi? Nega chaqirding? Suhrob, Labay. kuzatuv kamerasidagi videolarni ko'rmoqchi edim. Uzr, bir oycha oldin butun O'rta Osiyo bo'yicha chiroqlar o'chgandi. O'shanda kameradagi hamma video yozuvlar o'chib ketgan. Tiklashning ilojisi yo'qmi? Menimcha iloji yo'q. Tushunarli. Shunga chaqirdingmi? Ha, shunga chaqirdim. Bo'lmasa men xonamda bo'laman. Ishlarimni qilib turaman. Suhrob, Ha? dadam kerakli hujjatlarni qayerda saqlardi, bilmaysanmi? Menimcha seyfda bo'lsa kerak. Ha, to'g'ri aytasan. Mayli, Mayli, boraver. bo'pti.
Bunisi kim bo'ldi? Kim bu Dilrabo Rasulova? Dadam nega unga mashina, uy olib bergan? Nomiga katta pul ham o'tkazibdi. Kamronning otamni o'rniga direktor bo'lgani juda yomon ish bo'ldi. Endi o'zicha xo'jayin bo'lib, men asabimga tegishni boshlaydi. O'zi bolalikdan meni asosiy raqibim edi u. Otam meni katta demasdan, doim uni kenjam deb hammadan ustun qo'yardilar. Endi onam ham uni ustun qo'yib kompaniya rahbari qilib o'tiribdilar. Yo'q. Men bunga osonlikcha yo'l qo'yib qo'ymayman. Bu Dilrabo to'g'risida akam bilarmikin? Borgan sari ishda kam nima bo'lib ketyapsanmi? Ishim ko'payib ketdi. Bahona desa qop-qop. Ishga kelganda amal Axir bu Karim akani ukasi shekilli. Komil Sulaymonov yoki familiyadoshmikin? Xuddi o'zi. Ular aka-uka ekan. Sen hali ham ketmadingmi? Haydaming. Buxgalteriyadan hisob-kitob qilib, narsalarimni yig'gunimgacha vaqt o'tib ketib qoldi. Siz bilan xayrlashiy deb kirdim. Menga qara. Seni bu yerdan ketdi degani munosabatimiz buziladi degani emas. Bilaman. To'g'risi, onam kompaniyaga kelib seni ishdan haydashlarini hech ham kutmagandim. Menchi, senga o'zim boshqa joydan yaxshi ish topib beraman. Istasang o'zingga yoqadigan ish top. Puli haqida umuman o'ylama. Mayli, rahmat aziza. Senga ruxsat. Xo'p bo'ladi. Ke Kamron. Aka, sizdan bitta narsa so'ramoqchi edim. Otamiz o'limidan avval hech sizga Dilrabo Rasulova haqida gapirganmidi? Kim? Dilrabo Rasulova? Kim ekan u? Kimligini bilganimda sizdan so'rarmidim. Yo'q. Bunaqa ismni birinchi marta eshitib turibman. Mayli aka. To'g'risini aytsam, sulton boshidan o'z ishiga mas'uliyatsiz qaradi. Keyin anu Azizani ishga olib keldi. Ularning o'rtasida qandaydir munosabat bor. Buni hamma sezdi, lekin dadangiz rahmatli bildilarmi yo'qmi bilmadim.
Aka, men sizni boshqa masalada chaqiruvdim. Otam qandaydir qadimiy kitoblar bilan shug'ullangan ekan. Shundan xabaringiz yo'qmi? Bilmadim. Xabarim yo'q. Unda Dilrabo Rasulova degan ayolni eshitmaganmisiz? Dilrabo? Ha, bir marta kelgandi ishxonaga. Keyin Karim aka o'z mashinasiga o'tkazib olib ketgan edi. Dadammi? Ha? Mayli aka, rahmat. Siz ishga boravering. Xo'p, arzimaydi. Boravering. Demak, o'sha Dilrabo dadamga qanaqadir aloqador ayol. Balkim kitoblar haqida ham xabari bordir. Endi kimdan so'rayman? Amakim bu haqida bilarmikin?